isbotlash uchun arzon qo'yapmiz только sizlar uchun. Assalomu alaykum, karavan kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Bugun 15-may, juma ayyom muborak bo'lsin aziz obunachilar. Ko'pchilik adminlarga telefon qilishyapti, yozishyapti ekan. Bani xalat kerak, bani sochiq kerak. Qur'on hayiti yaqin hammaga sovg'a qilishimiz kerak. Mana sizlarga sovg'a yechimi. Bomba mahsulotlarimiz yangi partiyasi yetib keldi aziz obunachilar. Bani xalatlarimiz yetib keldi. Ichida korovkasi borligi bilan xohlagan rasvetkalarimiz bor. Mana aziz obunachilar, o'g'illarga, kuyovlarga, kelinlarga mana bor. Oranjevlari bor, och seriylari bor, to'q seriylari bor, jigarenlari bor, kafelari bor. Mana qancha kerak sizlarga. Optim narxlarda. Nima bo'lsa bo'ldi. Ol behijob mana bani sochiqlarimiz ham yetib keldi. Mana ochdik, qopda ham bor. Mana behijob. Mana ochiqlarni ham ko'rsatdim. Qopdagi narsalarga mayli qisqacha video qilib qo'yapman. Ammo lekin sal tezlashtiramiz videoni. Video zoom ketdi. Mana aziz obunachilar, bemalol katta bani sochiq. Mana yuz sochig'i ham bor aziz obunachilar. Mana bemalol yuzlarga yetib ortadi. Mana yumshoqini boshqalarga o'xshab sintetika emas bu. Yumshoqini suv shunaqa shimadi. Instagramga, Telegramga obuna bo'ling va suv shimganlarni necha litr suv shimishgacha qo'yib qo'ygan aziz obunachilar. Mana yuz sochig'imiz, buni bani sochig'imiz bemalol mana. Behijolat bani sochig'imiz kattagina, badaningizga yopish qolmaydi. Mazza qilasiz va sochingizni shunday o'rasangiz ham bo'laveradi. Mana hammomdan chiqib bemalol o'rasangiz ham bo'laveradi. Mana akamga ham yetaveradi behijolat. Har xil svetlari bor. Mana bemalol qo'lingizga ham yetaveradi mana. Bemalol yetaveradi. Kattasidan kichkina va ko'pchilik aytamcha arzonlicha. Arzonligi sababi aziz obunachilar, karavan korxonasida xalq xizmatida degan gapimizni isbotlash uchun arzon qo'yapmiz. Только sizlar uchun mana aziz obunachilar, nechta kerak bo'lsa, ko'chada donaga 50 ming, 60 ming, 45 ming, juda optim joy 40 ming so'm. Sizlarga 35 ming so'mdan optim narxi. Qur'on hayitga, bayramga, ehsonga, hadyaga. Buni hadya qilsangiz hech kimga bermaydi. Hadya qilgan odamingizga har bittasiga shuni beradigan bo'lsangiz, ishlatsa har doim sizga savobi tegib turadi. Savob oladigan, savobi kelib turadigan mahsulotlardan eng yaqinlaringizga hadya qiling. Boshqa narsa olib boradigan bo'lsangiz, u bo'xchadan bu bo'xchaga, bu bo'xchadan bu bo'xchaga ketib turadi. Mana ularni oladigan bo'lsangiz, mazza qilib duo qilishadi aziz obunachilar. Buning narxi, optim narxi 35 ming so'm. 5 ta olasizmi, bitta olasizmi, 10 ta olasizmi? Bir qop oladigan bo'lsangiz, mana shundan bir qop oladigan bo'lsangiz, to'y deb bo'lsangiz, qo'ylar qo'shqoq bo'lsin, bugun juma sizlarga 32 ming so'mdan. 50 tasi 32 ming so'mdan sizlar. Xalatlarimizga keladigan bo'lsangiz aziz obunachilar, boshqa joylarda 200 ming, 250 ming so'm qimmat manekenlarga qarab qo'yib sotishadi. Mayli hamma tirikchiligi bor aziz obunachilar. Boshqa joyda eng arzon joy 180 ming. Mayli 170 mingdir, mayli 150 mingdir boshqa joylarda. Men sizlarga ataga 120 ming so'mga shunaqa eng zo'r bani xalatlarni beraman aziz obunachilar. Eng zo'rlari, eng katta razmerlari 120 ming so'm donaga ham optimga ham. Mana mayli bitta ochasizlarga ham videosi. Haligini YouTube'ga ham ochib odamni bo'lib bekitib qo'ydim. Mana sizga. Mana kiyovligim esimga tushib ketdi mana. Razmerlari bor. Sochiqlari kelsa, sochiqlarimiz ham bor. Bani xalatlarimiz ataga 120 ming so'm. Xohlovchilarga agar bitta qopda olaman desalaring, u ham bitta qopda 15 ta bo'ladi. To'y deb bo'lsa, qo'ylar qo'chqoq bo'lsin. Bugun juma kunida bir qop 15 olganga ataga 110 ming so'm aziz obunachilar. Ona va sochiqlar, xalatlari kerak bo'lsa, bemalol adminlarga murojaat qilishingiz mumkin. 12 ta o'tga dastavkalarimiz bor. Karavan korxonasi har doim xizmatlarida. Sog' bo'lasizlar.